İşimizi devamlaştırmaz, hürmetli vatandaş. Tünügün ikinci kısmını gördüğünler, hem de bugün birinci kısmını ben sizlerge toluqlap yetkizey vatandaşlarım. Bugün çizlağı 22. ayının 29. günü. Jurongji yuqorғы bir parça xat yolladı. Bütün tor betlere qaynap ketdi. Burançap qon yetip kelish aldida. Rongyanning dunyoga nazari. YouTube 6 saat ilgari tüngi xabar bu bura şu qisqa xabar bunu ko'rib o'tdingiz. Endi resmi mavzu. Sabık vazir Jurongji yazgan bir parça xat. 9 moddalik fikir tor betlarida tarqalib yuribdi. Her bir moddasi Reis Xi Jinpingga qaratilgan. Mavzuda xabar 3. ayının 26. günü Vanmi tor betida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Jungoning rahbari Xi Jinping Prezident Vladimir Putinga bog'lanib qolganligi uchun G'arb davlatlarining embargo qilishiga uchradilar emas. O'xshash davlat ichida iqtisodning og'ir darajada chekinishidan paydo bo'lgan norozilik vaziyatiga duchor bo'ldi. Bugun yangidan o'tirg'i chiqqan xotirjamsizlik vaziyati Reis Xi Jinpingning tavrat qilib bo'lmaydigan siyosiy o'rnini tavratishga boshladi. Amerika'da matbuotlarda Xi Jinping'nin 20. qurultayda qayta saylanish qarishtirishga uchradi degan xabarlar tarqalgandan keyin tor betlardan yangidan sobiq vazir Jurongjining Markaziy komitetga yozgan 9 moddalik fikr xati tarqalishga boshladi. 9 moddalik bu bir parcha xat nimaga qaratilgan? Lekin bu xat yanala dalillanishi kerak. Bir necha kun burun Volko'chisi gazeti Jungo Kompartiyasining ichki qismidagi kishilarning so'zlaridan naql keltirib, mundaq oshkorildi. Jungo Kompartiyasi peshqadamlari yaqinda mundaq ko'rsatdi. Xi Jinping'ning rahbarlik qatlamida varislik qilish, belgilangan orzularimizni buzib tashlaganligiga qarshi turamiz. Qarshi turg'uvchi peshqadamlar allaqachon pensiyaga chiqqan, lekin yana siyosiy muhokamalarda fikr qilish huquqi bor. Sobiq davlat rahbari edi. Ularning ichida jumladan sobiq vazir Jurongji bor edi. Bu kishini G'arb davlatlarida iqtisodiy islohchi deb taniydi. Partiya ichidagi bu arboblar mundaq deyishdi. Sobiq vazir Jurongji xususiy so'rovlarda Xi Jinpingning davlatni ilgarilatish, xususiylarni chekindirish siyosatiga gumon qo'zg'agan shaxs edi. Twitterda tarqatilgan xabarga asoslanganda Jurongji 3. ayının 10. günü Markaziy komitetga xat yozib, 9 moddalik fikr talab o'ttirg'i qo'ydi. Bu fikrlarni mundaq umumlashtirgan. Birinchi navbatdagi juqumliq virus. To'g'risidagi siyosatlarga qarshi turamiz. Harakatchan tozalash, shaharlarni qamal qilib tashlash, uy eshiklarni taqash bu radikallikdir. Ilm-fanga tayanib juqumliq virusdan saqlanish, aqliy choralar bilan saqlanish xalqning turmushiga ta'sir ko'rsatmaslik kerak. Ikkinchi, davlatni ilgarilatish, xususiylarni chekindirish siyosatiga qarshi turamiz. Xususiylarni chekindirish degani xususiy shaxsiy shirkatlarni bulan-talan qildi orliqda. Ba'zisi qo'lgal Uyg'urlar yo'q, hozir Uyg'urning Saudiga tijoratchilari yo'q desa, yo'q deyarlik desa bo'ldamiz turmida. Shuning qartilayotgan gap, bu Uyg'ur qartilgan emas, bu Xitoylar Uyg'ur degan gapni qizg'anmaydimi?
joylar saqlanish xalqning turmushiga ta'sir ko'rsatmasi kerak. Ikkinchi, davlatni ilgarilatish, xususiylarni, ya'ni xususiy shirkatlarni chekindirish siyosatiga qarshi turamiz. Planli iqtisod siyosatining bosh ko'tarishiga qarshi turamiz. Planli iqtisod siyosati bosh ko'tarishiga qarshi turamiz. Xususiy shirkatlarga, xususiy korxonachilarga adil muomala qilishni talab qilamiz. Uchinchi, iqtisodiy xizmatlarga iqtisodni bilmaydigan kishilar rahbarlik qilmasligi kerak. Huquqni qo'yib o'tib, davlat mahkamasi rahbarlik qatlamining iqtisodga rahbarlik qilish yo'lini qo'yib o'tish kerak. To'rtinchi, xalqning azob uqubatlariga sal qaramaslik lozim. Ajoyib, g'aroyib bo'lmasligi kerak. Zanjirlangan ayolga o'xshash ijtimoiy masalalarni jamoat oldida ochiq oshkora adil bartaraf qilish lozim. Davomli ayat ko'rib bo'lsizlar. Mana bu mushat tugidan adil bartaraf qilish lozim.